Va kecha 2-iyul sport jurnalistlari kuni edi. Shu munosabat bilan studiyamizga sizga yaxshi tanish bo'lgan sport jurnalisti Xayrulla Hamidov kelgan. Bugungi sport jurnalistikamizning kamchiliklari, yutuqlari. Endi sport jurnalistikasi oldindan to'g'risini aytish kerak, boshqa soha jurnalistlaridan ko'ra shaffofroq bo'lgan. Ya'ni o'sha hamma jim turgan paytda ham sport jurnalistlari nisbatan, chunki sport baribir faqat muxlislar ko'radigan, faqatgina sportga daxli bo'lganligi uchun, bir soha bo'lganligi uchun bo'lsa kerak, ko'proq shaffofroq bo'lgan va hozir ham misol uchun kamchiligi bor turganga boshqa soha jurnalistlari singari, lekin yutuqlari ko'p deb o'ylayman va 10 yil oldingi jurnalistlar bilan hozirgi jurnalistlar o'rtasida yaxshigina farq bor. Hozirgi jurnalistlarimiz ingliz tilini yaxshi bilishgani asqotyapti. Ular asl manbadan olishyapti va yaqin orada sharhlovchilik uslubi ham o'zgarib ketishi mumkin. Bunga endi davr kerak bo'ladi. Bitta sharhlovchini yetishib chiqish uchun kamida 6-7 yil kerak bo'ladi. Boya aytib o'tdik-ku, qiyin soha bo'lganligi uchun, uni xalq tan olishi uchun, rozi bo'lishi uchun, uni gaplariga e'tiroz bildirmasligi uchun, sharhidan ozgina bo'lsa ham manfaat olishi uchun ishonavering, 6-7 yil kerak bo'ladi. Ko'pchilikka hattoki 10 yil ham kifoya qilmaydi. O'zimizda ham 5-6 yildan keyingina eshitsa bo'ladi deb turib quloq solishgan. Ungacha tan olishmaydi va bu e'tirozlar o'rinli deb hisoblayman, chunki butun bir elga 32 million xalqqa sharhlab turgan odamni mana shunday elakdan o'tkazib qabul qilishlari to'g'ri deb hisoblayman. Bayram bilan hamkasblaringizga tilaklaringiz va shuningdek yosh sharhlovchilarga, endigina sport jurnalistika sohasiga umuman kirib kelayotgan yosh jurnalistlarga tavsiyalaringiz. Lekin tabriklayman sport jurnalistlari kuni bilan barcha hamkasblarimizni. Har doim sportimizdan yuqoriroq, bir pog'ona yuqoriroq darajada tursak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki sportchilarni qulog'idan tortadigan, sportchilarni yaxshi natijalar sari undaydigan menimcha sport jurnalistlarida boshqalardan ko'ra. Shuning uchun biz o'zbek sportidan oldinroqda bo'lishimiz kerak. O'zbek sporti qancha natijalarni qayd etyapti, mana shularga muvofiq faoliyat olib borsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Kanalimiz nomidan, Meni yurtim telekanali nomidan bugungi bayram uchun arzimas sovg'amiz qabul qilib olasiz. Yana bir bor bayram bilan tabriklaymiz. Rahmat. Dasturimiz yakunida kichik anonsni aytib o'tmoqchimiz. Toshkent tumani